Bu sun'iy intellekt emas, jahon tarixidagi eng qimmat reklamalardan biri. Ha, Ronaldo va Messi bitta reklamada suratga tushdi. Bu Lego kompaniyasining reklamasi. Sevimli yulduzlarimizdan tashqari Mbappe va Viniciusni ham ko'ramiz. Ushbu Lego reklamasida ular jahon kubogini konstruktordan yig'ib, o'z figurkalarini tepaga qo'yishga harakat qiladi. Lekin har safar boshqasi ustun kelaveradi. E'tiborlisi, ushbu videorolikni Legoning Instagramdagi rasmiy sahifasi, FIFA World Cup rasmiy sahifasi bilan Cristiano Ronaldo, Vinicius, Leo Messi hamda Kylian Mbappe bilan kollaboratsiyada joyladi. Ronaldoning sahifasiga reklama joylash narxi taxminan 3 million dollarga baholangan. Mbappeniki esa 2 million dollar atrofida. Messi va Viniciusda reklama joylashtirish narxlari qanday deb o'ylaysiz? Mana shu reklamaga umumiy Lego qancha sarflagan ekan? Izohlarda taxminlaringizni yozing. Mana shunaqa jahon chempionati va albatta pulli reklama bir-biriga ashaddiy raqiblarni ham birlashtiradi.